Yaqinlarim yana bitta sili uchun prямо egalaridan pul zaril yer hisobida berib yuborishyapti. Sharti shunaqa, kelasizlar mana shu mahalladan eng arzonga topgan narxidan uy joylarimdan berib yuborishar ekan yer hisobida. Arzon joy ekan. Toshkent shahar Uchtepa tumani Izza mahallasi, Izza ko'chasi, mana shu 6-xonadon yevro remontlari bilan faqat fasad qolgan. İchkarilarni ko'rsatamiz. 7 ta xonasi bor ekan. Glavniysi bizani kanalda bilasizlar, o'rtakash, dallol, olib sotar, makler aralashmagan. Pastdagi nomer prямо egalarini o'ziniki. Men narx, navo hammasini aytaman. Endi egasi aytaveradi. Har xil holatlar bo'lyapti. Bir akamlar yaqinda 280 ming, 280 ming deb yurib 165 mingga ham berib yubordilar. Bu endi zaril ekan. Sizlar ham bemalol o'zingizlarning taklifinglarni beraverasizlar. Bu xonadonni startoviy narxini 350 ming dollar so'ralyapti. Oldindan yetib qo'ya qolish, to'g'ri sizlar qiynalmasligingiz uchun. Sizlarning xohishinglarni bajo keltirganim uchun bitta layklarni bosib, videolarni tarqatib qo'yinglar. Uy haqiqatan zo'r, mahalla zo'r, lokatsiya zo'r. Ani Qudandan oldida ham bir uyalib qolmaysiz. Shu mahallada yashayman desangiz ham, любой qizini ham beradi, qizingizni ham oladi. Kelinglarchi. Yaqinlarim. Uy joyi narxi, startoviy narxi 320 ming kami bor. Bilib bo'lmaydi. Agar ko'ylarni topsanglar, yarim narxiga ham berib yuborishligi mumkin. Har xil holat. Mana egalari ham shu yerda, o'zligi shu yerda, o'rtakash, dallol, makler aralashmagan, yaqinlar. Mabodo sizlar ham o'rtakash dallollarni 1-2% bering, sotib beraman deydiganlar aldab birovga arzonga uyingizni o'tkazib yuboruvchilarga uchragingiz kelmasa, kanalga obuna bo'lib, tepadagi nomerlarga aloqaga chiqarsiz. Xonadonimizda haqiqatan zo'r, uyalib ham qolmaysiz. Qudandalarning oldida ham bunaqa xonadonni hozir ko'rasiz. Bunda uyingizni ko'rgan qudalar ham bemalol qizingizni ham yerga berib yuborasiz. Kerak bo'lsa, bu insonlar sizlar bilan quda bo'laman deb o'g'lingizga ham qizini beradi. Nimagaki mahalla zo'r. Seryozni odamlarning mahallasi, xonadon ham go'zal, chiroylikkina. Prosta shu xonadonga loyiq bir insonlar bo'lsa deyapmiz. Pastda 3 ta xona, oshxonasi, sanuzel xonasi bilan, bu yoqda 4 ta xona, sanuzel xona, hamma komplekt. Yuringlar, pastdan boshlaymiz. Mana katta agarodlarigacha bor. Hozir bu agarodlar katta hisoblanyapti. Ko'p joyga borsangiz, tuvedan kattaroq agarodlar. Nimagaki 1,5-2 sotik bo'lib ketgan. Bu yerda 6 sotik. Mana mashina bonusga tashib ketasizlarmi desam, yo'q deyaptilar. Любой narsani tashab ketsak ham mushi olib ketamiz deyishyapti. Mayli, o'zingizlar bilasizlar. Mana lyustra, mana mebellarni tashab ketsak ham deyaptilar. Mana kuxonniy mebel. Mana nima xaladinnilarni tashab ketsak ham deyilyapti. Gilamlari bormi, stollari bormi, idish, tovoq, hamma narsani tashab ketsak ham mushuk tashab ketmaymiz deyishyapti. Shunaqa gaplar. Xonadonni qaranglar, balandligi ham bir 3,5 metr. Kattagina mana yotoqxona. Qaranglar, go'zal. Orqalarida ham hali yozgi oshxonalari bor. Mana sanuzel xonalarim ham ichkarida. Mana orqa tarafda kelinglar, men aytamda ko'rsatib qo'yamiz. Qani, mana shunday ochilishi kerak. Mana orqada hovlilari oshxonalarigacha. Mana orqa taraflarida ham joy bor. Endi orqaga o'tib yurmaymiz. Yuringchi operator. Eshiklarni ham qaranglar, zamonaviy eng zo'rlardan qo'yib qo'ygan. Oppolar, rangi ham o'zi ham белый ночь. Bu yerda mana yotoqxona bolalar uchun. Razmeri ham 3 ga 4 metrdan oshiqqa o'xshatdim. Bu yerda ham mana sanuzel xonalarim bilan zo'r yoqdi. Bu yerda ham yotoqxona, 4 ga 5 metrlik kattagina yotoqxona, endi u yoqqa kirmadik. Yuringlar, yaqinlarim. Zo'r konditsioner bormi? Hamma narsani tashab ketamiz deyapti. Eshik romlarni ham qaranglar, Yelizaveta degan vobshano, termomost degan eshiklardan qo'yilgan, zamonaviy. Nobodasiga ham eshik romlar kerak bo'lsa, bizda dehqonchilik tepadagi nomerga aloqaga chiqing. Ancha arzonga uyingizga olib borib qo'ydirib beramiz. Ketdik, nari yoqqa chiqinglarchi. Sen orqaroqqa yurasan-da, qani.
Yaqinlarim, haqiqatdan uy joylar zo'r ekan. 3 ta oila joylashib olsa bo'lar ekan. Kelinglar. Mana bu yerda ham katta mehmonxona bor. Men mehmonxonani ko'rib, banketli zalmi devorim. Yuring-chi operator, bir chiqib ko'rsating. O'zi ham bir 5,5 metrga bir 8,5-9 metrlik. Qaranglar, har bir bandaga nasib aylasin. Pardalari bormi, lyustralari bormi, konditsioner hammasi qolar ekan. Yaqinlarim, kelish kerak. Gaplashadigan joyi. Perillalarni ham qaranglar, temirlardan yasab qo'yilgan, kafelda qilingan, bruschatkalar qilingan. Zo'r. Ana kachelasini bonusiga tashab ketamiz deyishyapti. Mana bu stollari bilan birga. Yaqinlar. Bu yoq ham podval, bioterapiya ham podval. Yuringlar, bu yoqlarni ham ko'rsatamiz. Yaqinlarim, mana bu yoqqa kirib oldik. Tepada boloxona. Boloxona ham o'zi ham 12 metrga 4,5 metrlik boloxona. Bu yoqda sanuzel xonasi. Yangi kiraverishda hol mana 4,5 metrga 3,5 metrlik. Bu yoqda yotoqxona. Yotoqxona ham o'zi ham bir 5,5 metrga 4 metrlik yotoqxona. Har bir bandaga nasib aylasin. Yaqinlarim, mana beshilkalarni ham bonusga tashab ketishadi. Kelish kerak, gaplashish kerak. Yaqinlar, sotib oladigan joyi. Startviy narx 320, kami bor. Endi egasini mo'ljali bir 300 lik, sizlar yaxshi gaplashsanglar balki ancha arzonga berib yuborishar. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Tepada boloxona ham bor. Hovli haqiqatdan zo'r, mahalla zo'r, sharoit zo'r. Sog' bo'linglar. Ketdik biz.